Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar va bizni yoqtirib ko'radigan kichik do'stlar. Bugun programmamizda Avliya cho'qining yosh ijodkori Ro'zilam Murod qizi shundoq deydi. Agar mening qalbimning siyasi tugmasa, men kech-kunduz ona to'g'riliq she'r yozsam, u mening xo'shallik baxtim deb bizga ona to'g'riliq monologini aytib o'tibdi. Qani birga tinglab ko'raylik. Assalamu alaikum. Monolog ana. Ana. O bir Mecnun dal. Daldan daralgan bıxçılar ananın ösmürleri. Ana. O bir sihirlik bağ. Bağda gülüp yaşlıgan meyveler ananın micaz hulk. Ana, o biz üçün unutulmaz insan. Ananın bizge kılgan barlıq yaxşılıklarını bir adam kıla olmaydı. Ananın bizge bergen təlimini bir mektep berelmeydi. Ana, o güzel. Yaratılışı bölek can. Ana bir kolu bilen beşikni tevretse, bir kolu bilen alemni tevret edigendeydi. Ana koldan barlık kesip gelediğen, hiç nersige boy sunmaydıgan isil can. Ananın asası ilgileydiğen kesbi o aşpezlik. Anның nazuk kolları bilen tayarlangan barlık tavami yürekni ruhka böl. Şu demlik tavam bilen anının mihir şefkati balının boyuğa güç kuvvet verdi. Ana o bir kuyaş gibi. Onun barlık alemge çaşkan nurluk şoğusu alemni yorutudu ve ısıtıdı. Şu kuyaş gibi anımı balısını yoruk yolga başlap, ıssık oyunğa selip, öz muhabbetini töküdü. Ana, alemde bir adam üçün yalğız yaratılgan can. Şu yalğız canını kadirlep, isil tutuşumuz bizning vazifamiz. Bu monolog bilan nimni aytqim keldi. Her bir anni madhiyalab, yuqori tutib, uning barliq bizga qilgan yaxshiliklarini unutmaydi. Xo'sh. İlya Molotov namidagi maktab direktori Sherzod Aysajan o'g'li ustoz Tamraxon Turdiqizi ulgulik o'quvchilari bilan doim faxrlandi. Ana dugasi to'g'riliq rivoyatni Samit o'z buvisidan anglab, endi do'stlariga so'zlab beryotdi. Assalomu alaykum do'stlar. Do'stlar, 8 mart onlar kuni yig'ilishadi. Onlarimizni qanday xush qilsak bo'lar? Rost aytsan Samit, men shuni o'ylayapman. Ana degan so'z qanchalik ulug' ma'no. Ana degan so'zni anglasam, ko'nglim shod bo'ladi. Anamiz uyda bir kun bo'lmasa, uyimizning berkiti bo'lmaydi. Uyimiz isimaydi, ham ko'nglimiz to'lmaydi. Men apamga gul yasadim. Apam bekmi xursand bo'ldi. Men apamni bek yaxshi ko'raman. Yaraysizlar do'stlar. Endi maslaga bobom aytgan ona to'g'riliq rivoyatni aytib bering. Rayimbek Baturning ko'yimchan, mehribon anasi bo'lgan ekan. Rayimbek Batur jangga chiqqandan keyin onasi kech-kunduz duo qiladi ekan. Rayimbek Batur qo'lga ishtiq qilichin elib, biroq qalqonsiz mang'at ekan. Bir kuni onasi alamdan ketibdi. Rayimbek Baturning anasi o'lgandan keyin Rayimbek Batur qo'lga qalqon tutgan bo'pti. Buni ko'rgan askarlar hayron qolibdi. Rayimbek Baturdan so'rabdi. Rayimbek Batur mundaq deb javob beribdi.
Keç gündüz manga duga kıldıgan anam badıydı. Endi menin anam ölüp kaldı. Manga endi işkim duga kılıp emeydi deptim. Dostlar, karamlara. Anamın dugası neme degen ulu. Hatta düşman atkan oxtuğumu anamın dugası saklap kalıla etken. Aka, kalkan degen nime u? Fukam, o batırlar jangga çıkkanda neme ularni atkanda ularni qoğdaydigan dügülek tömür. Manga bu rivayet bekmekti. Dünya üstüki anlarni, ustazlarni 8 Mart ayollar meri bilan tabriklayman. Osmonimiz ochiq, anlarimiz amonat bo'lsin. Ana tilim, Dana tilim YouTube bolalar kanali barliq talantli bolalarga cho'ng rahmat aytadi.